Selam dostlar, men Bulat Bayramov. Amin Leysan Gimayeva. 19 noyabr kunida hammangizni de Qozonda piramidada Xotin plus er degan konsertimizga kutib qolamiz. Bugun xotin ham er temasına bag'ishlangan sketch komediyamizning ikkinchi seriyasini taqdim etamiz. Bugungi seriyada erlarning xotinlaridan tug'an kunga sirab ketuning bir necha usulini ko'rsatamiz. E'tibor ekranga. Men bugun sportzalga bordim. Boshda 10 minut yugurib oldim. Andan so'ng trenajyorni zalga kirdim, onda заниматься etdim. Menga bek yoqishadi. Rali, Leysan. Ау? Leysan do'stlar tug'an kunga chaqirganlarga ketsam yaraymi? Yo'q. Leysan, meni do'stlar tug'an kunga chaqirdilar. Men ketdim. Yo'q. Qara Leysan, menanda iптештер туган күнгә чакырганнар иде. Миңа китсәм ярыймы? Yara, bor. Яралайсам, мен киттем. Аның белән мен дә китсәм ярыймы? Сен жүләрмесең? Менә бу туган көн, менә бу мин. Мен киттем. Менә бу син, менә бу туган көн. Юк. Так, Лейсан, ага, булайрак. Ага, ракурс, ага. Яхшы. Всё, стоп, снято. Мен туганга киттем, яме? Иртәгә съемкага сыңа калма. Юк. Leysan, meni tugan kunga chaqirdilar. Men hozir tugan kunga ketdim. Tungi soat 2da gina qaytam, ham sen menga bir so'z da aytmayapsan. Sening ziyoratda tugan kun o'tkazganing bormi? Yo'q. Biz bugun o'tkazamiz. Yo'q. Qara, esga tushdi. Meni do'stlar bugun tugan kunga chaqirganlar edi. Ketsam yaraymi? Yo'q.